slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious, because you are behind. Va bu yerda bizni videoni kod qismimizga ko'ra A yulduzchani algoritmini ko'radigan bo'lsak, bu yerda dasturiy qismi boyaga undan oldingi videoda ko'rilgan. Mana buni tushuntiradigan bo'lsak, asosiy joylarini buni kutubxonalar o'rnatib oldik. Mana matematikani ishlatganimiz uchun shu, keyin randomli qiymatlar bilan natijalarni qilganimiz uchun bu kutubxona ham kerak bo'ladi. Qolgani o'zi mana bu numpy hisoblash uchun yaxshi, animatsiyalar, matbuotlar ekranga chiqarish uchun, GIF ko'rinishda, video ko'rinishda. Keyin bizdan grid, ya'ni panjaralarni hosil qilish uchun list ko'rinishda, matritsani list ko'rinishda saqlab olamiz. Kelgan o'zgaruvchilarni uni pointga ham. Keyin bu yerda esa make grid degani bu nuqta-nuqtalarni hosil qilish, ya'ni labirintni hosil qilish randomli holatda bo'ladi. Mana random funksiyasidan foydalanganmiz va uni har biriga berib chiqamiz. Ana bu yerga keyin inbounds de bu yerda esa chek harakatlanayotgandagi nuqtalarni ko'ramiz, ya'ni harakatlanayotganda birinchi tekshiradi oldinda ana yo'l bormi, ya'ni u yo'lda panjaralar yoki qanaqangi to'siqlar yoki umumiy kattagina matritsani devoridan tashqari chiqib ketmayaptimi degan narsa qiladi. Agar chiqib ketsa, uni bloklaydi va harakatini boshqa yoqqa yo'naltiradi. Bu yerda neighbors, ya'ni o'ngga yoki chapga, tepaga yoki pastga harakatlanishni bir-biri bilan bog'laydi. Ya'ni kelayotganda hamda birinchi to'g'risiga harakat qiladi, to'g'risidan yo'l to'siq bo'ladigan bo'lsa, chapga harakat qiladi, keyin yoki o'ngga shunday harakat qiladi. Meni heuristic funksiyamiz esa bu, ya'ni biz aylanib qolib bittani sikl bo'yicha mana mashina baloniga o'xshab bir joyda aylanib qolmasligi uchun, ya'ni bitta to'siq bor, urilaverib yana qaytib yana o'sha to'siq urilavermasligi uchun mana Manhattan masofasidan foydalandik. Ya'ni bu vertikal va gorizontal harakatlanadi, ya'ni to'g'riga yoki chapga yoki shu vertikal va gorizontal qilib harakatlanadi. Asosiy tomonlari shunday. Keyingisi esa bu reconstruct path, ya'ni yo'llarni, to'siqlarni qilib olish uchun bizga kerak. Yana asar generator, ya'ni harakatlarni bizga qilib generatsiya qilib beradi. Ya'ni har bitta yo'lni hisoblab chiqadi. Mana keyin bizda data collect astar status degani bor. Bu ya'ni kelgan qiymatlarni to'siq borga uchragan yoki uchramagani, ya'ni harakat qilib yurganlarni hisoblab boraveradi. Keyin bizda oxiriga animate stars degani bu xuddi bu umumiy qiymati, ya'ni animatsiya qiladi. Bizni ko'rganimizdek, birinchi yo'llarni hisoblab chizib chiqadi. Mana shu yerdan yursa yuriladi va bu yerdan to'siq bor degan ma'noda. Keyin oxirida ularni asosiy yo'lni aniqlab olib, matematik hisobdan shunday qiladi.